Ha, Aziz, maktabdan kelyapsan. Ha, maktabdan kelyapman, aka. Shuni aytga borib keling. Nimaga? Aytib bolam puch qoldi, sen o'g'ling boshqadan yetib ketmasin. Ha, bo'pti. Bo'ldi, hozir. Ha, ukam, nima bo'ldi, oldingmi? Shu boshqa bola yetib ketibdi-da. Maktabga bormaysanmi? Bo'ldi, aka, men uchun maktab tugadi. 5 kun bor hali, lekin men bugundan tugataman. Bo'ldi, so'z. Alo, so'z. Maktabni oxirigacha boraman. Xohlasangiz kanikulda ham sizga yordamlashish uchun boraman. Bo'ldi, so'z. Nima do'st, men umuman maktab qoldim. Hamma aytganlaringiz hammasini qilaman. Bo'ldi, xo'p. Ha, ukam, borar ekansan-ku. Ya, unaqa qo'llamasman. Ustoz hurmat qilaman. Kitob daftar solib yursang bo'lmaydimi? O'sha men kitob daftar ko'tarib yuradigan bola o'xshayman. Men kitob daftar ko'tarmayman. Kim ko'rg'os? Bir minut, aka. Ali ustoz, kitob daftar hammasini hozir borib olaman sinfda. Bo'ldi, men kitob daftarim hammasi bitta ham qolmaydi. Nima desiz shu? Bo'ldi. Ustoz, siz nima desiz shu? Gapingiz qoldi. Aka, men tez ketmasam bo'lmas ekan. Bo'ldi, ukam. Bo'ldi, sog' bo'ling. Ketdim, o'ldiray ustoz.